Uy sharoitida sovun tayyorlashni o'rgataman. Obmelka har xil. Bu uy sharoitida tayyorlangan. Bunisi tayyor bozorda sotadigan, ishlatiladigan sovun. Bu bilan buni farqi bir xil. Faqat bu tayyori, bu qo'lda qilingan. Hamma ham tayyorini ola olmaydi, vaqti bo'lmay qoladi, sharoiti to'g'ri kelmaydi yoki o'zini yashayotgan joyida bo'lmay qolishi mumkin. Shunda har doim qo'lingizda uydagi bo'lsa, sizlarga tayyor yordamchi bo'lib turadi. Buni mana bu ho'l bu. Mana bu yog'i sal qurigan, bu yog'i ho'l. Qo'lini qilib bo'lmaydi, unaqa qo'lingizda kirib bo'ladi, matoylarni ham plos qilib qo'yadi. Shuning uchun buni yaxshilab quritish kerak. Suvni rangiga farqi yo'q. Mana qurigan. Bularni har xil issiqroq joylarga, podokонникlarga qo'ysanglar bo'ladi yoz kunlarida. Teparoqga qo'yib qo'ysanglar, bolalarning qo'li yetmaydi. Qish kunlarida pechkalarning ustiga, agvalarning ustiga qo'yib qo'ysanglar, quriydi, issiq bo'lib turadi. Issig'i bu yoqqa qo'yib qo'ysanglar, suvib qattim qilib qotadi. Mana. Qattim bo'lganda bunaqa sinadi mana. Hozir men sizlarga chizishini ko'rsataman buni. Agar zaril bo'lib qolmasa, oddiy bitta xonaga qo'yib qo'ysanglar, suv tegmasa bo'ldi. Nami yo'q, quruq joyga qo'yib qo'ysanglar, qurib turadi. Mana bu bozor ekan, mana olib chizib ko'rsataman matoga. Mana bu chizdi. Bu men uy sharoitida quritgan suvini. Bizning bu paytda o'qigan paytimizda obmelka deb o'rgatishgan ustozlarimiz mana bir xil chizadi. Bizning paytda bu bo'lmagan, shunga bundan foydalanardik. Kirib mana qoralarini tozalab tashlaysizlar, ketadi, hech narsa qilmaydi. Agar mana bunaqa qalin bo'lib ishlatganingizdan keyin to'ntayib qolsa, mana qalin chizadi. Bizga qalin chizgani kerak emas. Bu yoqdan kesib qo'yishingiz mumkin, baribir noto'g'ri hisoblanadi. Buni mana deb qaychini yordamida qirib tashlasangiz ingichka bo'ladi. Qaychini qirib to'g'riladi. Bizga ingichka uch kerak bo'lsa, qaychida mana shunqa to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Keyin yana bu chizaveradi, mana ingichka bo'lib. Mana shunaqalarni ishlataverasizlar. Shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun sahifamga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va tikuvchi dugonalaringizga yuborib qo'ying.